Assalomu alaykum. Viloyatimizga oid muhim yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslari mustahkamlanib, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular o'rtasida jinoyatchilik, huquqbuzarliklarning oldini olish, yosh oilalar mustahkamligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Urganch tumanida ham bu yo'nalishda barcha ishlar aniq reja va manzilli yondashuv asosida tashkil etilgan. Urganch tumanida 2025-yilda yoshlar balansi to'liq shakllantirilib, 103.357 nafar yoshlar qamrab olindi. Shunga ko'ra, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va ularning biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 200 nafardan ortiq yoshlarga 14 milliard so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari ajratilib, 231 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan. Tumanimizdagi 1330 nafar ishsiz yoshlarning bandligini to'liq ta'minlanib, 841 nafari doimiy ishga joylashtirildi. 241 nafarga tadbirkor faoliyati uchun imtiyozli kreditlar ajratildi, qolganlari ta'lim va kasb hunarga yo'naltirildi. Yoshlar daftari orqali 392 nafar yosh ro'yxatga olinib, ularning 95%ga amaliy yordam ko'rsatildi. Tumanimizdagi Orzu mahallasidagi yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi tashkil qilinib, jami 1 gektar yer maydoni ajratilgan. Ushbu zonada 17 nafar tashabbuskor yoshlarning tadbirkorlik loyihalari yo'lga qo'yildi. Migratsiyada yoshlarimiz bilan ham muntazam ravishda tasdiqlangan reja asosida onlayn uchrashuvlar tashkil qilingan. Migratsiyadan qaytgan 300 dan ortiq yosh bilan individual tarzda ishlab, ularning o'zlari qiziqqan yo'nalish yuzasidan muntazam ravishda amaliy yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Biz hozir so'z yuritmoqchi bo'lgan xonadon sohiblarini haqiqiy ma'noda mirishkorlar deya ta'riflashimiz mumkin. Sababi ular o'zlarining qo'shimcha tomorqa dala maydonlarida kuzatishingiz mumkin. Mana shunday ko'chatchilik faoliyati bilan shug'ullanishmoqda. Qo'limdagi bitta mana shu ko'chat o'rtacha 1000 so'mdan sotiladi. Bu degani esa 100 minglab ko'chatlar bu yerda yetishtirilmoqda va mavsumda 100 million so'mgacha daromad degani. Urganch tumanidagi Beruniy mahallasida istiqomat qilayotgan yoshga davlat tomonidan ajratilgan imtiyozli kredit mablag'lari hisobiga qo'shimcha bo'sh turgan tomorqasida issiqxona faoliyati yo'lga qo'yilib, daromad olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Urganch tumani Beruniy mahallasida 765 nafar yosh bo'lib, o'tgan mobaynida qiziqishlar bo'yicha shug'ullanildi. O'tgan mobaynida jami 20 nafar yoshimiz esa muhtaram prezidentimizning 60-61 qarorlar asosida imtiyozli kreditlar ajratilib, yoshlar bu orqali o'z bandligini ta'minlashdi. Ko'rib turgan xonadonimizda ham imtiyozli 60 million so'm kredit ajratib, issiqxona faoliyatini tashkil etib, jami 8 nafar yoshning bandligini ta'minlab kelmoqda. Tumanda bunday misollarni uzoq davom ettirish mumkin. Shuningdek, tumandagi Oq maktab mahallasida yozda yetishtiriluvchi rediska, petrushka, achchiq qalampir kabi ko'katlar ko'paytirilmoqda. Daromadda ham o'sish kuzatilgan. Bir necha yil oldin xonadonda faqatgina bittagina kichik issiqxona bo'lgan. Kerakli tajriba to'plangach, bugungi kunga kelib, katta-kichik issiqxonalar soni 20 taga yetdi. Mavsumiy daromad ham bir oila uchun 200 million so'mni tashkil etmoqda. Biz avvaliga hech nima bilan shug'ullanmas edik. Prezidentimizning yoshlarga ajratilgan imtiyozli kreditlar tufayli 2025-yilda 100 million kredit olgandik. Keyin mana shu issiqxonalarni qurdik, ichida bodring, burch, kezar kabi mahsulotlarni yetishtirib foyda qildik. Biz yana 100 million kredit olib, labo mashinasini olmoqchimiz va mana shu mahsulotlarni xalqimizga yetkazib bermoqchimiz. Xonadon sohibining 4 nafar o'g'li bor. Barchasi bugungi kunda yerni qanchalik daromadli ekanligini anglagan. Tomorqadan yiliga 4 marotaba hosil olinadi. Boshda issiqxona boshlagan vaqtda bir dona issiqxona bor edi va hozir 10 dan ortiq issiqxona bor. Hozir rediska ekilib turibdi, izina achchiq qalampir ko'chati yetishtirish boshladik. O'tgan yildan beri biz achchiq qalampirni Qozog'istonga eksport qilib boshladik. Bugun ko'chatchilik va ko'kat yetishtirish nafaqat fermerlar, balki yosh tadbirkorlar uchun ham daromadli biznesga aylanmoqda. Davlat tomonidan ajratilayotgan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va agrar sohadagi qo'llab-quvvatlash choralari bu yo'nalishni yanada jozibador qilmoqda. Ta'kidlash lozimki, ko'rilayotgan ushbu choralar yoshlarni daromadli qilish bilan birga zararli odatlardan asrashga yordam beradi. Davlatimiz tomonidan bu borada ham tegishli rejalar ishlab chiqilgan. Fevral oyi hozirgi kunda respublikamiz bo'ylab yoshlar o'rtasida giyohvandlik va psixotrop moddalarni tarqalishini oldini olish oyligi e'lon qilingan. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Xorazm viloyati kengashi hamda Yoshlar ishlari boshqarmasi bilan hamkorlikda bugungi kunda alohida yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida alohida yo'l xaritasi ishlab chiqildi hamda ijroga qaratildi. Yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish maqsadida
har payshanba kuni Ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda tungi reydlar, undan tashqari jinoyatga jazo muqarrar ekanligini tushuntirish ishlari, targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Undan tashqari aynan shu yoshlarimizning jinoyatchilik yo'liga kirib qolishini oldini olish maqsadida sud organlari bilan hamkorlikda sud va yoshlar uchrashuvlari tashkil etilib kelinmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida ham yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish maqsadida targ'ibot tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Ko'rib turganingizdek, yoshlar masalasi doimiy e'tibor markazidagi masalalardan. Agar biror yosh bo'sh qolsa, turli muammolarga duch kelish mumkin. Buning oqibatida esa jinoyatga moyillik ham ortadi. Shundan kelib chiqib, ayni kunlarda jinoyatchilikka moyil og'ir toifadagi yoshlar bilan tizimli ishlar tashkil etish maqsadida o'quv seminarlar o'tkazilmoqda. Navbatdagi seminarda o'talib qolingan yoshlar bilan ishlash bo'yicha mas'ul qilib biriktirilgan xodimlar ishtirok etishdi. Unda ta'kidlanganidek, 2025-yil mobaynida yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan joriy yil 959 nafar yoshlar bilan samarali ishlarni olib borish va chora-tadbirlar ishlab chiqish yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berildi.